Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Qurbon hayiti edi. Bir bemorimiz kelgan ekan Sirdaryodan. Qurbonlikka so'yvorgan akamiz ham beli og'riq, oyog'i og'riq, qanchadan beri muammo bo'lib yotibdi dedi. Umurtqalarimda, oyoqlarda uyushib bor edi dedi. O'tirib turolmayman, harakatlarimiz cheklanib qolgan, namozga ham o'tirib turishga qiynalyapman deyapti. Bu yoqqa ham bir 40 ta jama qildik, manual terapiya, kastapraf qildik. Hozir o'tirishi ham cheklangan narsalar qolmadi. Aka, qanday bo'ldingiz endi? Doktorga rahmat. Men onadan tug'ilganday bo'ldim. Mana 56 da mana yoshim 57 ga kirdi. 10 yildan beri na o'tiraman namozga, sajdaga o'tira olmayman. Yo hojatga bora olmayman. Mana hozir mana. O'tiringchi. Mana buni qarang. Qo'l oyoqcha tekizdiringchi, bemalol tegyaptimi? Mana. Bemalol. Men bunaqa bo'lmaganman, men bu darajagacha keladi deb o'ylamadim. Gap yo'q. Umringizdan baraka toping, doktor. Rahmat. Ne insonlarni savobiga qolyapsiz mana. Qancha azobda kelgan menga o'xshaganlar, qancha odamlar. Rahmat, baraka toping umringizdan. Yana karyeralaringizga omad tilayman. Rahmat. Alloh shifo bersin, darddan shifo ham Allohdan dedi. Biz sababini qildik, akamga Alloh o'zi shifo berdi. Qurbon hayiti kun tem bo'ldi. Yaxshi bo'lib, kasal bo'lmasin. Agar kimga shunaqa muolaja kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Jizzax shahar Madad shifo klinikasi, telefon nomerimiz 91lik 208 98 68. Manzilimiz Jizzax shaharda. Kimlardir mana litsenziya yo'q, sertifikat yo'q degan insonlarda mana litsenziyamiz ham bor, sertifikatimiz ham bor. Ayollarga ayol mutaxassisimiz ham bor. Bemalol kelib kurs lichinani bir kunda 1 soatda olib kelsangiz shu darajaga yetasiz. Ko'p insonlar pulini yo'qotib davosini topolmaydigan joylarga borib pul sarflab yotdi. Undan ko'ra arzon bizlarda bemalol kelib davolanishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.